Kelinglar sizlarga qanday qilib Amerikaga ishchi viza H1B bilan kelganimizni va bu yerda qanday hayot boshlaganimizni aytib beraman. H1B vizasi bu nima? Bu malakali mutaxassislar uchun Amerikada ishlash huquqini beruvchi maxsus ishchi viza. H1B vizasi orqali Amerika butun dunyodan eng iqtidorli, malakali va tajribali mutaxassislarni jalb qiladi. Bu texnologiya, sog'liqni saqlash, muhandislik, ilm-fan ta'lim kabi muhim sohalarda bo'shliqni to'ldirishga yordam beradi. Turmush o'rtog'im 20 yillik xalqaro tajribaga ega matematika o'qituvchisi. U O'zbekiston Milliy universitetida matematika fakultetida o'qigan. Keyin esa Malayziyada magistratura va PhD doktorantura darajalarini tamomlagan. 5 dan ko'p xorijiy davlatlarda, maktablarda, litseylarda va universitetda matematika bo'lim boshlig'i va o'qituvchisi bo'lib ishlagan. Undan tashqari bir nechta xorijiy davlatlarda xalqaro matematika olimpiadalari tashkil qilgan va bir nechta matematika kitoblar muallifi. Biz oilaviy H1B vizasi orqali Amerikaga ko'chib keldik. Hozir turmush o'rtog'im Amerikada yoshlarga bilim bermoqda. H1B vizasi olish bu oson emas. Juda ham raqobatli yo'l. Har yili millionlab arizalar tushadi, ammo juda ham kam insonga beriladi. Endi savol tug'iladi. Bu H1B vizasini kimlar olishi mumkin? Bu viza asosan quyidagi sohalar uchun: IT va dasturlash, muhandislik, matematika va tabiiy fanlar, tibbiyot va sog'liqni saqlash, STEM fanlar bo'yicha o'qituvchilar, arxitektura va boshqa mutaxassislar. Agar sizda oliy ma'lumot, tajriba va sizni yollashga tayyor ish beruvchi bo'lsa, bu yo'l siz uchun ham ochiq. H1B vizasi dastlab 3 yilga beriladi, keyin yana 3 yilga uzaytiriladi va sizga ish beruvchilar Green Card ham rasmiylashtirib bera oladi. Keyingi reelslarda sizlarga Amerikaga ko'chib kelganimizda nimalarni his qilganimizni va ko'chib kelishda qancha pul sarflaganimizni aytib beraman. Kuzatib boring.